Oyjon, faqat o'lmang. Oyim qanli? Oyim qanli? Nima bo'ldi ularga qanli? Baqirmasang-chi, bu bozor emas, kasalxona. Prinsip bu mazalar qochibdi. Tirikmilar onam. Vahima qilmagin, soppa sog'lar, yotibdilar. Qaysi palatadalar? Men bilan ko'rishim kerak. Shoshilma. Yana bir gap bor. Nima gap? Cho'zmay gapiravering. Senga qanaqa aytishni bilmayapman. Aka, qanaqa bo'lsa aytavering, cho'zmay iltimos. Qisqasi, yoshlari va ahvollarini hisoblang. Aka, iltimos, cho'zmasdan tezroq gapiring. Oyim yaxshimini? Yaxshilar. Yaxshilar, lekin unchalik emas. Unchalik emas. O'zingiz operatsiyadan keyin yaxshi bo'ladi degandingiz-ku. Bilaman, shunaqa deganman. Lekin Allohning irodasi. Operatsiya yordam bermadi. Yordam bermadi? Siz o'ylab gapiryapsizmi, aka? Siz yordam beradi degandingiz-ku. Men operatsiya o'z vaqtida qilinsa yordam beradi deganman. Lekin men pul yig'ishga harakat qilib qolib ketdim, aka. Ancha qolib ketding, uka. Vaqt o'tib ketdi. Operatsiyani 2 hafta oldin qilganimizda imkoniyat bor edi. To'g'ri aytasiz. Meni onam endi o'lib qoladilar. Men hech yaxshi bola bo'laman. Uka, o'zingni qo'lga ol. To'g'ri, men ham qizishib ketdim, kechir. Senda ko'pchilikka nasib qilmagan imkoniyat bor. Onang bilan xayrlashib qolishing mumkin. Orzulari bormi oning? Siz orzungiz qanaqa, onajon? Men orzuyimmi bolam? Hech narsa orzu qilmayman. Boriga shukr qilaman. Hamma narsam bor. Baribir orzungiz bor-da, ona. Ka'bani ko'rsam, Madinaga borsam deyman. Onajon, men boyib ketib, o'zim siz olib boraman. O'shani amalga oshirishing kerak imkoni bo'lsa. Onajon, siz nima qilaman? Iltimos, meni tashlab ketmang. Men siz orzungizni amalga oshiraman. Bugunoq. Doktorlar sizga ruxsat berishi bilan sizni shundoq umraga jo'nata olaman. Oyi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni orzungizni amalga oshiraman. Alo, qayerdasan? Men uydaman. Uyimga kirgin, divanning orqasida korobka bor. O'shaning ichida onam operatsiyalariga pul bor. Ha, kirdim. Qanaqa korobka? Sana ko'l qancha ekan? Topdim, lekin ichida hech qanaqa pul yo'q. Voy, qanaqasiga yo'q? Hamma pullarni o'shaning ichiga yig'ardim. Aytvaman-ku, topdim, lekin ichida hech qanaqa pullar yo'q. Hozir kelyapman. Bo'lishi mumkin. Bilmadim, qaradim, mana yo'g'ida hech qayerda lekin. Men uyga kirganda eshigingiz ochiq edi. Menimcha shoshib chiqib ketganingizda yopishingizdan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Bu onam operatsiyalariga pul edi. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Topiladi o'sha pullar. Uyda choy teginda yonib qoldirdim. Allo, Sitor. Qachon Dubayga uchmoqmiz? So'rama. Bitta loq topdim-da. O'zi qanaqa pul berganini bilmay qoldi. Nima? Loq?